Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Samoydin va siz CryptoBoss kanalidasiz. Ushbu videoda sizlar bilan birgalikda passivniy dohod investitsiyalari haqida gapirib chiqamiz. Buning uchun bizda kerakli bo'lgan instrumentlar bu Bybit birjasi bo'ladi va Bybit birjasining ichida торговые боты razdelini sizlar bilan birgalikda obzor qilamiz. Videoni boshlashdan oldin eslatib o'tmoqchiman, kriptovalyutada keladigan insonlarni 90% pulini yo'qotadi. Nima uchun bunday bo'ladi? Chunki ko'pchilik kriptovalyutani tez pul ishlash yoki men tezda kiraman u darrov pul ishlab chiqaman, katta summa ishlayman degan euforiya bilan degan, bizning tilda lutka deyiladi. Lutka qilib kirib $100 $1000 qilaman, $500 $1 million qilaman deb kirib, o'sha katta сделкаларni, katta plicholar bilan ishlab pullarni yo'qotishadi. Xuddi shunday qilib 90% inson riskini kamaytirmasdan, o'sha kirayotgan monetani analiz qilmasdan, qaysidir bloger aytdi, kimdir aytdi, demak kirishim kerak, qaysidir o'rtog'im aytdi, shu moneta tepaga ketadi, demak men kirib sotib olishim kerak degan insonlar faqat pul yo'qotadi. Va основной hozirda futures bozorida ko'pchilik pul yo'qotadi va memcoinlarda ham o'zini pulini yo'qotishadi. Chunki memcoin va futureslar shunaqa rinok, что siz kirib, mana $100, mana $200 hozir $10,000, liba $20,000, liba $30,000 pulga aylanib qolishi mumkin degan fikr bilan siz o'z pulingizni yo'qotib qo'yasiz. Demak, boshlaymiz. Men hozir Bybit akkauntimdaman. Bybitga kirish uchun men pastda silka qo'yaman. Bu ham birja, top 2ta, top 3talikka kiradigan birjalardan biri Binance'dan keyin turadi. Binance birinchi o'rinda tursa, Bybit ikkinchi, liba 3-o'rinda turadi. Bybitga registratsiya qilish kim bilmasa, men oldingi videolarimda Binance'ga registratsiya qilish, qanday do'xatabni autentifikatorni подключить qilish, ya'ni безопасностьlarni настройка qilish hammasini men bundan oldingi videoda ko'rsatib o'tganman. Bemalol kirib profilimda ko'rishingiz mumkin. Hozirda bizda kerakli bo'lgan razdel bu instrumenti. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Kriptovalyuta bor, P2P торговля, rynki условно там bozorni ko'rsatadi. Nima qanaqa narxda ko'rinishini ko'rsatib beradi bizga. Misol uchun Bitcoin или там XRP, Ethereum, xullas полностью bozorni obzorini ko'rsatib beradi. Торговать, ya'ni trading portal, spot bor, futures bor, opsioni bor. Bular bizga bu yerda kerakli bo'lgan narsa bu spot eng asosiy va futures. Futures aytganimdek, riski bu juda ham katta. Agar siz qanaqadir yaxshi strategiyangiz bo'lmasa, qanaqadir yaxshi analizingiz bo'lmasa va risklaringizni minimalniy qilishni bilmasangiz, futuresga umuman kirishni maslahat bermayman. Instrumenti razdelga kiramiz va ko'rib turibsiz, bu yerda Trade GPT bor, yangi qo'shgan новая versiya tipa искусственный интеллект bilan birgalikda trading qilasiz, poobщаться qilishingiz mumkin, monetani tashlab berasiz, monetani sizga analiz qilib beradi. Analiz qilib berganidan keyin, xullas uning istoriyasini, u tepa ketishi, pastga ketishi, kimlar sotib olgan u monetani, xullas hamma informatsiyani beradi. Xohlagan savolingizni kriptovalyuta bo'yicha shu Trade GPT ga savol berishingiz mumkin. Торговые боты bizga kerakli bo'lgan razdel mana shu. Bugunda shuni obzor qilib bermoqchiman. Торговые боты bu futures bilan ishlaydi mana. Gridbot, futuresовый martingale, combo futures, spotovый bot, условно DCA. DCA bu nima qiladi? Siz misol uchun $100 portfel qilmoqchisiz, yoki $1000 portfel qilmoqchisiz. Bu yerda создать qilasiz. Har bir oyda bir marta pul bu yerda tashab turasiz. Misol uchun $100 tashab bersangiz, sizga o'zi portfel yig'ib beradi. Yaxshi, долгосрочный protsent olib keladigan, bir oyda 2, 3, 5% olib keladigan monetalardan iborat bo'lgan, o'sha kriptovalyutalardan iborat bo'lgan portfel sizga yasab beradi. Xuddi shunaqa настройка qilamiz. Misol uchun 4 недели раз pul tashab turamiz deymiz. Liba xohlasak в неделю раз, ya'ni bir haftada bir marta biz $100 tashab turamiz. Liba tam kim xohlasa $500 sizga shu botda o'zi chiroyli bitta portfel yasab beradi. Желательно albatta o'zingiz analiz qilib, o'zingiz portfel yig'ib, o'zingizga to'g'ri analiz qilib ishlasangiz albatta yaxshi. Bu bot ham yaxshigina ishlab berishi mumkin. Biz ko'rishimiz mumkin. Rekomendatsiya na основе инвестиций данных и зона Aurora, XRP, Solana, XRP ga bu 116% foydaga chiqqan ekan. Mana bu торговый bot.
strategiyasi. Bu 500% olib kelgan ekan. Stabilность 500%, stabilность высокая прибыль 900% olib kelgan ekan mana bu. Misol uchun bitta использовать qilamiz va ko'ramiz nima qiladi bu. Futures'dagi Gitbot long 10x, ya'ni 10x плечо bilan targovat qilish, mana bu narsa lutka deyiladi. Siz 10x плечо bilan pul ishlamaysiz, navarot pul yo'qotasiz, chunki risk juda ham katta. Maslahat beraman, maksimum kreditное плечо 2 yoki 3 bilan ishlash. Opit bo'lmasa, umuman kreditное плечо bilan ishlamasdan spotda ishlash. Kreditное плечо 2-3 bilan средний опыт, либо novichok, хотя бы kriptoda bir nima tushunadigan yoki qanaqadir optingiz bo'lsa, maksimum 3 плечо bilan ishlashingiz mumkin. Albatta, stop losslar bilan qo'yib, risklarini uchotga olgan holda, ya'ni risklarini tushungan holda. Bizga bu kerak emas. Biz o'zimiz mana bu futures va martingale'ni ko'ramiz. Bu yaxshi foyda olib kelgan bir ikki tanishlarimni bilaman. Ular $10,000 qo'yib, bir oyda $3,000-4,000 ishlagan. Ya'ni bir oyda bot 30%, 40% olib kelib bergan. Ya'ni strategiya bizga long kerak. Misol uchun Bitcoin longga qo'yishimiz mumkin, chunki Bitcoin hozir adashmasam 83 liba 84 bo'lgan. Ethereumga qo'yishimiz mumkin. Ethereum yaxshigina tushdi, $1,700 gacha tushib, $2,000 gacha ko'tarildi. Ya'ni o'sha moment shu botlarga agar ishlaganimizda longga bizga pribul olib kelardi. Long bu monetani tepaga ketayotgan vaqt sotib olasiz. Tepaga ketsa sizga foyda olib keladi. Short bu pastga ketsa, misol uchun short ochmoqchiman Bitcoin. Ya'ni Bitcoin pastga ketadi va men $100 qo'yaman. $100 qo'yganimdan keyin, investitsiya qilganimdan keyin Bitcoin pastga qarab ketsa, demak men foydaga chiqaman. Agar men misol uchun long pozitsiya ochib, Bitcoin tepaga ketadi va $100 investitsiya qilsam va Bitcoin pastga ketsa, men o'z pulimni yo'qotaman, ya'ni minus. Futures minus tomoni siz pulingizni yo'qotasiz, ya'ni likvidatsiyaga ketishi mumkin. $100 pulni misoliga olsak, siz $100 pulingizni Bitcoin tepaga qarab ketadi deb 2-3 плечо bilan ochdingiz va hech qanaqa stop loss qo'ymadingiz. Bitcoin pozitsiyasiga kirdingiz $100 bilan va Bitcoin pastga qarab ketdi. Va sizni pulingiz $90, $70, 50, 30, 10 va likvidatsiyaga ketishi mumkin. Ya'ni $0 ga teng bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni futures bozori, siz tushuning, bu kriptovalyuta bozoridan juda ham katta farqi bor. Spotda bu investitsiya, долгосрочный spotga ishlashingiz mumkin. Futuresda ishlaydigan odamlar, futuresda 90% inson pul yo'qotadi, pul ishlashning o'rniga. O'sha uchun futuresga kirishdan oldin yaxshilab o'rganib, izuchat qilib, keyin futuresda ishlashingiz, savdo qilishingiz mumkin. Bu botni men настройка qilishni maslahat beraman. Deylik, Bitcoinga kirmoqchiman, ручная настройка bilan. Va men, допустим, снижение цены 1% ga pasaysa, pozitsiyani 1 ga ko'tarib berishini qo'yaman. Maksimalniy пополнение 3 marta qo'yaman. Agar misol uchun 1% ga tushdi, yana ozgina pozitsiya ochadi. Yana 1% ga tushsa, yana pozitsiya ochadi. Yana 1% ga tushsa, yana pozitsiya ochadi. Bu degani usrednyat qiladi. Biz бесконечно qila olmaymiz. Допустим, 5 marta qo'ysam, 5 marta ochib beradi. 6 marta qo'ysam, 6 marta. Bizni depozitimiz yetmaydi, o'sha uchun biz средний 3 marta qo'yishimiz kerak. Pribul цены, допустим, men qancha ishlamoqchiman? Deylik, men bitta сделкаdan 5% ishlamoqchiman. 5% pribul $100 qo'yib $5 ishlamoqchiman. Misol uchun bitta bot bir kunda $15 olib kelsa, ya'ni 15% bo'ladi. 3 marta сделка ochish kerak, 3 marta 5% dan ishlab berish kerak. Dальше kreditное плечо. Oddiy misol, kreditное плечoni hozir men 10 qo'ysam, bot mendan atigi $53 so'raydi. Ya'ni $53 menga ber deydi, men sana 5% dan olib kelib beraman deydi har bir сделкам uchun. Bu juda ham risk. Maslahat bermayman, sababi 10-плечо agar ozgina pastga ketsa, siz уже как minimum $25-30 yo'qotasiz. Ya'ni ikkita сделкада уже pulingiz yo'q. O'sha uchun risk kamaytirish uchun 3 kreditное плечо, либо 2. Ладно, 3 bilan qo'yib qo'ysak, $174 so'rayapti. Nima uchun kreditное плечо pasaysa ko'p pul oladi? Sababi oddiy misol, $174 ga ochadi, 5% ishlashi uchun $8,5 pul ishlab berishi kerak bitta сделкаdan. Lekin bu agar pastga ketsa, bu darrov yopadi сделкani. Ya'ni minusga ketishiga qo'ymaydi. Usrednyat qiladi 1 marta, 2 marta, 3 marta qo'yganman usrednyeni va 4-marta usrednyat qilmaydi, liba pozitsiyani полностью yopadi, liba kutadi. Bot bizga shunaqa ishlab beradi. Siz yana o'rganishingiz mumkin. Bu yerda yana instrumentlari juda ham ko'p. Изменить,
shorts умное заполнение o'zi bizga заполнить qilib beradi, kerak emas, лучше ручной qilish kerak. Oddiy misol, biz bu yerda tayyor сделкаlarni ko'chirib olishimiz mumkin. Men sizlarga hozir ko'rsataman. Mana bu высокая прибыль 1000% ishlagan. Bunga kiramiz va buni hozir настройкаларni ko'ramiz. Bu short pozitsiyada ekan. Short pozitsiyada прибыль за период 5,3%, повышение цены 2,1, усреднение 4 marta qo'ygan ekan, кредитное плечо 3. То есть mana bu настройка ham более-менее надежный, ya'ni riski kamroq. Bizada misol uchun bu ushbu настройка 1000% ishlagan ekan. Sizlarga eslatib o'tmoqchiman, bozor hech qachon qaytarmaydi. Misol uchun hozir bu 1000% ishlagan bo'lsa, keyingi kunlari kamayib qolishi mumkin ushbu ishlagan foizi. Допустим, bu ham 1000% ishlagan ekan. Buni ham настройкасы почти bir xil. Ya'ni sizlar tushunishlaring uchun men hozir sizlarga bitta shuni qanday ishlashini ko'rsatib beraman. Hozir aytganim, mana shu 1000% ishlagan bu shorts, ya'ni pastga qarab ketadi deb настройка qilib qo'ygan va bu qanaqa strategiya va shu bot qanday ishlashini men sizlarga hozir ko'rsatib beraman. Kiramiz Bitcoinning ichiga va ko'rishinglar mumkin. 5 marta усреднение qo'ygandi. Mana shu joydan, misol uchun Bitcoin ko'rishinglar mumkin. Bu joydan kelgan, men shu joyga kelganda ochgan u, shu joyga borganda yopadi. Ya'ni bu juda ham yaxshi. Bu 87 ligida ochdi, 85 yopdi. Foydaga. Agar yana qo'ygan, oddiy misol mana bu joyga kelib ko'rsak, 94 ligida ochgan, yopgan, bu yerda ochadi, yopadi, bu yerda ochadi, yopadi, mana shu joyda ochadi, yopadi. Dальше yana bu ketadi, teparoqda ochadi, yopadi. Misol uchun, xuddi shu strategiyada ishlaydi mana shu bot. Ya'ni ko'rishinglar mumkin. Mana bu qizil liniyalar усреднение. Oddiy misol mana shu 5 ta ko'rib turgan liniyangiz bitta shu joyga ochib pastga ketadi deb, agar u pastga ketmasdan tepaga ketsa, usriniyat qilaveradi. Bir marta bu joydan ochadi pastga, mana pastga ketgan. Mana shu joydan ochadi pastga, mana pastga ketgan. Xuddi shunaqa qilib usriniyat qilaveradi. Ya'ni bot riskini kamaytirib. Lekin men sizlarga hozir ko'rsataman, buni agar kreditniy плечоsi baland bo'lsa, kreditniy плечо 3 qo'ygan, ya'ni riski maksimalno kam. Любой время o'zi kirib bu narsani проверка qilib, agar kattaroq minusga ketsa, sразу to'xtatib qo'yishi mumkin. Yana bir men sizlarga razdelni ko'rsatmoqchiman. Ya'ni bu торговый botni yana ham ichini kirib o'rganishingiz mumkin. Ko'proq chunki men hozir sizga основной futuresовый martingale'ni ko'rsatdim, lekin bu yerda razdellar maslahat bermayman combo, futuresov komboga ishlashga. Spot bot yaxshi, spotda ishlasak bo'ladi. DCA tushuntirdim. Futuresовый martingale bunda ishlasak bo'ladi, но опять же risklarini minimalni qilishimiz kerak. Самый перспективный пока что mana bu martingale bo'ladi va ko'pchilik shundan yaxshigina foizlarga chiqqan. 300-400% bu yaxshigina pribul. Tushunib olinglar, kriptovalyutada 1000%, 2000, 3000% deb ishlayman deb kirsalaringiz, siz pul yo'qotasiz. Unaqa ishlaymaydi. Любой bir investitsion aksiya bo'lsin, любой bir investitsiya, любой bir biznesingiz bo'lsin, oddiy misol, средняя доходность любой бизнеса 30%. Годовой 30%. Misol uchun men agar taksi park ochsam, qanaqadir mashina sotsam, mashina olib kelib sotsam, magazin ochsam, tikilgan pulni обороtidan men 30% pul ishlayman. Kriptoda ham xuddi shunaqa. Biz hech qachon 1000%, 2000%, 3000% pul ishlab bilmaymiz. Kim agar shunaqa deb kirsa, 100% pul yo'qotadi. Siz o'zingizni miyangizga shu buyruqni bering. Men investitsiya qilaman va men shu kunida 3% ishlasam yetadi. Oddiy misol $1000 3% ishlasam yetadi. Yoki bir oy ichida men depozitimga 30% pribul olib kirsam yetadi menga. Endi siz hisoblang. $1000 tiksangiz 30% $300 bir oyda. Agar siz $10,000 tiksangiz, agar siz realno stabilni 30% dan ishlasangiz va $10,000 уже tiksangiz kattaroq summa, bir oyda $3,000 30%. Prosent o'sha, lekin pribul ko'payadi. Yoki $100,000 qo'ysangiz, bir oyda 30% ishlayman desangiz, $30,000. Bu уже summasiga qarab o'saveradi, foiz turaveradi, no summa qancha ko'p tikilgan bo'lsa, shuncha ko'p sizga pribul olib keladi. O'sha uchun hech qachon men kirib 1000%, 2000%, 3000% yoki qanaqadir $100 dan 1 milliongacha ko'taraman deb ludit qilmaymiz. Ya'ni razgon desak ham bo'ladi. Men bilmayman, xullas men ludka deyman, ludit qilish kerak emas. Futuresda ham maksimum 2-3 плечо bilan ishlaymiz. 5-10 vashe kerak emas. Yaxshigina 1 yil opit yig'ib olganingizdan keyin bemalol 5 плечо bilan 10 плечо bilan ishlasangiz bo'ladi. Demak, davom etamiz. Yana bizda instrumentlardan biri copy trading bor. Copy tradingni menimcha ko'pchilik bilsa kerak. Bybitda ham bor, Binance'da ham bor. Va bu yerda yaxshi traderlarni sizlarga olib chiqib beradi. Tipa mana shu traderlar bizda yaxshi
prosent qilgan. Mana misol uchun 39% ga chiqibdi foiz. Pribili 500% ga chiqqan, 30%, 47% ga chiqqan va bunga siz investitsiya kiritishingiz mumkin. Qanaqa investitsiya? Допустим, kooperatsiya bosasiz. Bu minimalka qo'ygan bo'lishi kerak. Misol uchun $100 либо $200, так, выберите, что вы хотите копировать. Xullas, bu yerda siz $100 либо $200 pul qo'yasiz. Ushbu trader har bir qilayotgan сделкасы sizda ham qilinadi. Ya'ni bu qanaqadir сделка ochsa, momentalni sizda ham ochiladi. Сделкасы plus berib yopsa agar, sizda ham plus berib yopadi. Lekin shu сделкасы minusga qarab yopsa, sizda ham xuddi shunaqa minus bo'lib yopiladi. Buni ham risklari juda katta. Copy trading qilaman desangiz, xudo xolasa biz komanda bilan birgalikda copy trading komandasini qilmoqchi biz. U yerda oyida 10-15% чистый, stabilna pribul olib keladigan komanda hozir shu proyekt ustida ishlayapti. Men xudo xolasa keyingi videolarimda proyekt yasab bo'lganimdan keyin copy trading o'zimning akkauntimni kopirovat qilishga berishim mumkin. Hali proyekt maksimalni testdan o'tib berganidan keyin hali emas. Xullas, ushbu videoda shu bilan bo'lishmoqchi edim sizlarga. Targoviy boty instrumenti Bybitda bor, copy trading bor, spotoviy rynek bor. Maslahat bermayman 10 plicho bilan ishlamaslikka, основной, либо 5 plicho bilan mem coinlarga kirib $1000 men $10,000 qilaman deb ishlamaslikka, основной. Mem coinlardan ham ishlab bo'ladi. Men keyingi videoda podrobno tushuntirib beraman sizlarga. Esimizdan chiqarmaymiz. Agarda kimdir sizga ushbu сделка 1000% olib keladi, davay investitsiya qil, qaysidir bloger sizga ushbu moneta yaxshigina foiz olib keladi, yaxshigina foyda olib keladi, davay sotib olinglar desa, ishonib o'tirmanglar. Sababi ko'pchilik shunaqa gaplardan keyin o'sha monetalar pastga qarab tushib ketadi. Oddiy misol qilib olganda Trump coin, Trump o'z prezident o'zini monetasini olib chiqdi. Olib chiqqanidan keyin $70 ko'tarildi maksimalni. Hozir esa ko'rib turishingiz mumkin $11 ga tushgan. Prezident agar shuni qilayotgan bo'lsa, qanday siz oddiy blogerga yoki oddiy populyarniy lичностьga, qanaqadir ekspert, kripto ekspertga ishonishingiz mumkin, что да shu monet tipa tepaga ketadi, liba pastga ketadi. O'sha uchun hech kimga ishonish kerak emas, qanaqadir podpiskalarni sotib olish kerak emas. Чисто o'zingiz znaniya olib, men sizlarga hech qanaqa kurs sotmayapman. Men yo'nalish beryapman, chunki men bilaman O'zbekistonda juda ham ko'p kripto blogerlar bor, o'zicha kriptovalyutadan ekspertman deb kurs sotib, soqqa qilib yurganlar juda ham ko'p. Xudo xolasa keyingi videolarda uni ham obzorini qilib o'taman va o'z fikrimni bildirib o'taman. Xullas shu, kurs sotib olmanglar, podpiska sotib yurmanglar. Men sizlarga ochiq oydan hammasini besplatno ko'rsatyapman. Пока что ushbu videoda siz ikkita instrument bilan tanishdingiz. Undan tashqari spot rynokni men oldingi videolarga ko'rsatib o'tganman. O'zingiz analiz qiling, o'zingiz o'rganing, o'zingiz qidiring, izlaning, test qiling. Hech kim sizni pulingizni hech qachon ko'paytirib bermaydi. Siz o'rningizdan hech kim harakat qilmaydi. O'zingiz harakat qiling, o'zingiz rezultat qilganingizdan keyin kuchli komandani sabirlash qiling yoki mani komandamga ham qo'shilishingiz mumkin agar yaxshi rezultat ko'rsatib bilsangiz. Ushbu videoga like, podpisatsiya, kommentariy qo'yishni unutmanglar, sababi men uchun bu juda ham muhim. Meni proyektim, meni kanallarimni yurg'izishi uchun, tepaga ketishi uchun boshida podдержка juda ham menga kerak. Shuning uchun like va podpisatsiya bilan podдержка qilib turamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha